لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وارسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في سورة الحاقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Allah Subhanahu ve Teala Hakka suresinin 25. ayetinden tartıp 34. ayetigacha namamalı çeppi taraftan birilgen kafir, Allah'ın azabı kafir deydi ki arzu ki kaş ki men bu nama-amal daftarimni birilmagan bo'lsam ekan, mening nama-amal hisobimning nima ekanligini bilmagan bo'lsam ekan, arzuki kaşki şu dünyadaki ötken günüm ötep ketken gün bo'lsken ölüm bilen yo'qolab ketkençi yo'qolab ketken bo'lsam ekan, qayta tirilmagan bo'lsam ekan deb mana mushundaq noli faryod qildi. Bunun qarşısında yuqorqi oyatda mu'minlar Allah'ın fazli in'amiga erishgan ixlosman qiyomat günüdeki hisaptan qo'rqqan, Allah'a sadık bo'lgan, güzel iman ve yaxshi amallar bilan özünün hayatını bizigen, ahiret hesabını özünün asaslık maqsadida qo'ygan mushundaq ixlosman mu'minlar özüge o'ng tarafdan berilgan nama-amal daftarlari bilan özünün nama-amal daftarlarini kishilar oldida ko'rsatib faxrlanganning qarshısida ma'u chap tarafdan nama-amal berilgan, chap tarafdan nama-amal daftarlari tarqitib berilgan gunohkorlar bu kunisida o'zining mushkundiki mushu tirgizilishiga tirgizilmasam bo'ptikan, mushkunisi mening nama-amalimning qandoq ekanligini bilmasam bo'ptikan, o'tib ketgan dunyo hayoti o'tib ketgan hayotdagi o'lim bilan tugashsam bo'ptikan deb ana ashundaq hasratlanadi. Allah bergan ixtisotni yaxshilik ishlatishga o o'zimi qilmaydi, boshqalarni qiziqtirmaydi deb Allah Subhanahu va Taala o jinoyatchi kofirning do'zaxga kirib qilishning sababini bayon qildi. Bu jazoga yo'liqmasam bo'ptikan deb har qanday jinoyatchi ig'ir jinoyatni qasddan qilgan jinoyatchilarning ig'ir jazoga yo'liqqan vaqtida eng dahshatli jazolar ishida pushaymon qilgandek bu kofir bu kunda pushaymon qiladi. Pushaymon qilganlikdan shunga men nama-amal daftarimni birilmasam bo'ptikan, hisobimning nimaligini bilmasam bo'ptikan,
o'tib ketgan dunyo hayoti men uchun shu o'tib ketgan hayotdagi o'lim bilan ham tugishadigan bo'lsam ekan deb yana bir oyatda Amma surasida men dunyodagi tuproqqa o'lib tuproqqa aylanib tuproq ishiga kirib ketgan so'z oltimda qilib ma dunyoda qayta tirgizildigan oxiratda hisobga keladigan bo'lmasam bo'pti ekan. Ya laytani kuntu turaba deganga o'xshash u kafir o'zining hayotining dunyoda oxirlash kuni bo'lishni yaxshi ko'radi. Kafirga ölüm sakratları başlangandan tatip dertlik elem haplık başınıp en eçinişlik külle aqı tıxımı qattığı buludu. Tıxı sakratlık vaxtları kafir qarta azapның yengil boğan vaxtları. Müminge qarta sakrat vaxtlarıdaki haplık bilen onun haplığı tügeydi. O Allah'ın aldığı bağandan tatip hesabı asan buluş bilen birge Allah'ın cenneti, merhameti, rahmetiga mengu igi buludu. Daim hoşallık işidi kalıdı. Mana muşundaq Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki azabıga düşer boğan kafir deydi ki mening milim bana esqatmadı. Men dünyada toplagan iqtisadim barliq maddi kuchum qana. Ölgünümdün kin, menguluk hayattin kin bu iqtisadim meni dozaqning azabıdan qutqazmay, belki muşu iqtisadim arqılıq şahvetimge birinip, nefsi xahişimge birinip, muşu ben toplagan dünyayım meni dozaqqa kirgizdi, belki ma asqitish uyaqtirsun meni azapqa qo'yib qo'ydi, azapqa kirishimga sabab bo'lib qoldi deydi. Demek her qandaq Allah Taala bergen bir nimet, igisi o nimetni tulup Allah rızalık üçün öz ornuğu işletmese, o nimet o igisi üçün bir azap, bir vabal, bir hapılık bulur. İkincisi Allah Subhanahu ve Taala o kafirga, o cinayetçiga o'rin berdi, xizmat berdi, ahvol berdi. Lekin dunyoda bergan o'rni, huquqi, xizmati va o'zining erishgan har bir falsafa, ilmisi bilan o Allah Subhanahu ve Taala'ni tanımadi. Allah Subhanahu ve Taala qarıştırdı. To'g'ri, haq, hujjat bilan ma'may nahaqni o'zining falsafasi qildi, o'zining programmasi qildi. Allah tushirgan vahiy Qur'on hadisdan. Allah'ның paygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin izbasarlarının agahlandırışıdın yüz öğredi. Şunun bilen o Allah'ның aldığı bağan vaxtıda özünün dünyada bana asqata dep özüge faxrlanish qilgan barliq huquqi, hükümranlığı, falsafa, hujjati, xizmati hech qaysi onunla asqatmadı, dünyada da kalıp tügüdü. Şuna Allah Subhanahu ve Taala bu kafirini şundaq azaplaşqı buyurdu ki, sizlar üçkellerini o kafirinin qo'llariga silinglar. Ondan dozaqqa o kafirni tashlanglar. Ondan 70 gaz bo'lgan uzun bir gezi ma dunyoning gazlarida bir gaz 70 gazga to'g'ri keladigan shundaq uzun zincirde o kafirni dozaqning ishida bağlab qo'yinglar. Dozaqqa bağlab kirgizinglar deb Allah Subhanahu ve Taala mana shundaq buyruq qildi. Mushundaq azapta qilishiga, mushundaq cho'ng katta azapdan bular g'afil qilishiga sabab bo'lgan asosiy omilni Allah bayon qilib deydi ki, innahu kana la yu'minu billahil azim. Hakikaten o kafir katta Allah Taalaga azim, yani her bir şeyiga, her bir nimetiga, her bir Allah'ın kudret, celalet, paktir qaraydigan bo'lsa,
kattılığı aşkarı bo'lgan ulug' katta Allohga haqiqiy kattalab iymon keltirgan emas. Birinchisi, u kafir iymonga ahamiyat bergan emas. İkincisi, u kafir va la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinga taam berishga qiziqqan emas yoki qiziqtirgan emas. Ya'ni Alloh bergan ne'matning haqqini ado qilib, yaxshi amal qilgan emas. Demek qarindoshlarimiz Allah subhanahu va taala Makki oyatlerde asaslık 13 yıl jarayonida asas qilgan haqiqat. Evvelen Allah Taala'nı tunuş. Nimet egisini tunuş. Bizge buyruk düşürgüçü bo'lgan, buyruk bergiçi bo'lgan ulug' egimiz Allah Taala'nı tunuş. Çünkü insan buyruk düşürgüçünün kudretini, onun kattalığını, buyruğunu kabul kılmasa cezalayalaydigan, cezasını tanımasa onun buyruğunu hürmet kılmaydı. Hazırki müşkile, hazırki köp sallık davetlardaki kıyınçılık halkımızga, insanlığa, cemiyetke buyruk düşürgüçü Allah Taala'nın azimet kudretlerini cayda düşendiriş ve cayda tanıtışka ehmiyet vermezlik. Buyruklarını, hükümlerini, onun tefsilatını köp sözleş, arkalık, hüküm tefsilatını kompüter hesabatıdan sanap çıkargandek her kandak bir İslam hükümlerini kişiler, halklar, Müslümanlar, hatta İslam itikadına sanspirtini ötkezgendek cevaplarını derhal birelaydigan, onun tefsili hükümlerini biladigan ve onunla cevap birelaydigan şekli görünüşü ba, mahiyeti azizgan bir paytda turib o'tibdi qarindoshlarimiz. Şuna biz asaslık davetimizde bizge buyruk düşürgüçü Allah subhanahu wa ta'ala'nın kattalık azamet paketlerini, imanның haqiqatlarini, ispatlık delillerini qargılaç emas, hakiki, akli ve cezmi paketlen kalbi vücuduga ta'sir qilgan ta'sirlik iman haqiqatlarini Allah'ın azamet, kudretlik, barlık Allah'ın nimetlerideki nimetini to'lgan Allah'ın kudret ta'sirini biz daim sözüşümüz, bayan qilishimiz, davet uslubimizni Resulullah Aleyhisselam'ın evvelki hayatı o'xshash yığılışımız gerek biz qarindoshlarimiz. Ana shunda qilgan vaqtimizda andın her türlük qalbi qattiq insonlarmi, hatto ki imanning sirtida qolgan ya imanning ko'rinishiga, imanning shakldiki imanninki talablariga qatilib imanning haqiqiy mohiyatini tushunmagan qarindoshlarımizga imanning ta'sirini, haqiqiy yuraki hayoti imandan ta'sirlangudek, nerede bo'lsa Allah'ın azameti, kudretinden korkup Allah buyurgan işni özünün kızgınlık bilan qiladigan, tosqan işten kızgınlık bilan yanadigan amali, abdumattik imani bo'lgan bir ta'sirlanishni mu'min qarindoshimizda, mu'min xalqimizda biz umumlashtirishimiz uchun cho'qim biz yaratquchisi egimiz Allah subhanahu va taoloni isbot haqiqati bilan tonishi lozim qarindoshlarimiz. Ana shundaq haqiqiy iymon mu'minlarning qalbiga haqiqiy o'rinlashgan vaqtida abdumattik Allah qiladi, abdumattik Allah to'sqan ishni yaratadi. Allah subhanahu va taolo Allah subhanahu va taoloning azamat qudratlarini tanımaganlıktan muşundaq Allah'a tanıp Allah bergen nimetini Allah yolunda işletkir olmay menguluk dözekke düşüp qalganlığını bu cinayetçi kafirinin muşundaq rezil cinayetini bu ayette bayan kıldı. Münafıklar doğruluk ula ağızda iman aytip bunun asaslık ehmiyet vermegini yukarıklığa o'xshash Allah'ın azamet kudretini tonuş qatib münafıklar yeni bir işni bu hata qilgachqa münafıklarning küfrga Allah'ın azabı yurtilgan münafıklıkka devam qildiganligini bayan qildi. U bo'lsa nima desa? Astash. Münafıklar
ağızda imanını aytıplam, onun için Allah'ın azimet kudretlerini əsligide olmağanlığı, ularning Allah subhanahu wa ta'ala'nın azimeti kudretini, Allah subhanahu wa ta'ala'nın her qandaq agahlandırış ayetlerini, dövzaqdan agahlandırış ayetlerini, cennetning nimetlerini ular əsişi kam bo'lganlikdan şuna ular munofiqlik qilganligini bayon qildi. Allah subhanahu wa ta'ala deyki: "Va la yazkurunallaha illa qalila." Ular Allah subhanahu wa ta'ala'ni bak az eslaydi deb Sura Nisaning 142-oyatda shundaq dedi. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala müminlarni yuqorqi kafirlar bilan munofiqlar qarshi holatda shundaq Estağfirullah, bismillah, ya eyyuhallazina Allah Ta'ala ve onun peygamberiga ve Allah'ın peygamberi elip kelgan vahiga, Qur'oni Kerimga ishongan mu'minlar sizlar Allah subhanahu wa ta'alani ko'p aslashda astanglar deb Allah subhanahu wa ta'ala deb keltirdi. Kafirlarga o'xshash Allah'ın azimeti, kudretini unutadigan bo'lmaydi. Allah Ta'ala'ga ağızda iman aytib qo'yib, Allah'ni aslashdan g'afil qoladigan bo'lmaydi. Doim Allah Ta'ala o'zining buyruq tushirguchisi, igisi Allah'ning kudretlerini aslaydi. Allah'ni haqiqiy tunib, Allah tushirgan buyruqni hurmat qiladi. Allah tushirgan cheklimalarini, Allah cheklagan cheklimalarini uni tunib, yanida mana bu shundaq haqiqiy mu'min doim Allah subhanahu wa ta'ala'ni aslash orqali o'zining hayotida qiyomat kuni Allah'ning oldiga borib pushaymon qildigan kun bo'lish uchun Allohga qaytib keladigan, Allohni rozi qiladigan yaxshi e'tiqod, yaxshi amallarni qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu shundaq haqiqatlarni bayon qilib bo'lib, shundaq bir amaliy bir nuqtani bizga bayon qildiki, Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatlarningki oxirisida فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. O cinayetçiga bugün bu kıyamet günüde o cinayetçini qutqizib qoladigan ishki yaqin do'sti bo'lmaydi. Bu dünyada her qandaq bir adam qiyin bo'lgan bir xafalıqqa, her qandaq bir chiqqilolmaydigan qiyinchilikqa duch kelganda o'zining yaqin do'stlarini yoki yaqin urug' tuqqanlarini izlaydi. Bu kunida Allah subhanahu va taoloning sadoqatmanligi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'lida do'st tutgan bo'lmaganligi, haqqa Allah'ның yo'liga qarshi chiqqanligi uchun bu kunida bu kafirga hech qandaq bir bu kafirni Allah'ның azobidan qutqizadigan, Allah'ның azobiga daldı bo'laydigan ishki do'sti bo'lmaydi. Ham u kunida shundaq qattiq, qizziq o't ichida turgan vaqtida, qo'shiq ichib, yegisi kelgan vaqtida yeydigan taomi وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. Fakat yiring zardab bo'ldi qarindoshlarimiz. Ya'ni shu do'zaxdagi kafirlarning badallaridan chiqqan yiring zardab bo'ldi. Chunki bu do'zax ahli kafirlari bu dunyoda ashundaq Alloh qarshi chiqqan kafirlarning fikrlari, ularning botil, yolg'on hujjatlari, ularning har turli azdurg'uchi azdurishlarga agishib ketgan o'zaro shahvat kufrining g'aflatida bir-biriga gunoh ma'siyat tajovuzchilikda, haqdan to'sishda, Allohning yo'lidan to'sishda ajbayliganlik uchun mana bu qiyomat kunisi o'zaro birisi-birisining yiring zardablarini ishidi. Mana bu shundaq yiring zardabdan bo'lgan taomni faqat Allah subhanahu wa ta'ala'nın yoludan hatalaşkan, Allah Ta'ala evetken peygamberinin
yo'lidan xatolashgan, Alloh tushirgan va ilahi Qur'on va hadisning yo'llaridan xatolashgan gunohkorlar yeydi. Qarindoshlarimiz, bu qiyomat kunisida Alloh subhanahu va taolo insoniyatga ikki xil yo'lni qiladi. Ya ular mangulik baxt jannatda bo'ladi. Jannatda hech qandaq bir inson uningdan zirkib qolmaydigan yoki u ne'mat u insondan yutkilib ketmaydigan shundoq go'zal mangulik baxtlik jannat ichida ixlosmand mu'minlar o'z oilasi bilan birga bo'ladi. Mana bu shundoq go'zal turmushda bo'ladi. Yoki mangulik doim o't azob ichida yeydig'ini, ishdig'ini mana bu shundoq yering zardabdan bo'lgan sisiq gillarga tuyulib qoladigan, yeganda ishlarini surib o'tadigan mana bu shundoq teshimi azob, ishimi azob bo'lgan azobdan. Lekin üçüncü bir turmuş bo'lmaydi. Qanday turmuş desa, ya rahat bo'lmagan yoki azap mı bo'lmagan, bir o'zamlam hech qanday azap mı ko'rmasam, rahat mı ko'rmasam, bir jafoni yaşasamma, azap mı ko'rmay, rahat mı ko'rmay yaşamasam bo'ladigan bir turmuş yaşasam deydigan mundaq turmuş o kunda bo'lmaydi. Shuning uchun haqiqiy baxtlik bo'lgan turmushni izlashga hamma bilan tirishchanlik qildi. O bo'lsa-mu nomi amalimiz o'ng tarafdan berilgan jannat ahlininki Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan haqiqiy ixlosmand mu'minlarning turmushi, mu'minlarning Alloh subhanahu va taolo yo'lida bo'lgan haqiqiy to'g'ri bo'lgan yo'li. Har qandaq Alloh subhanahu va taolo oldiga mana shundaq pushaymon qilish kunlari o'tib ketgan Allah aldığı bağan vaqtida do'zaxga putqonlarga ushkalsirinib, hattoki do'zaxning ichida uzun zanjirlar bilan bog'lanib, Allohning do'zax azobida mangu qilib, yeydig'ini, ishdig'ini yiring zardatdan bo'lib, mangu pushaymonlik kunda qiladigan do'zax ahlidan bo'lishimizdan Alloh subhanahu va taolo panoh bersin. Hattoki do'zaxga bir qitim kirib chiqadigan fasıqlardan bu qilishimizdan Allah panoh bersin. Her bir müminni Allah subhanahu va taolo xiyonatdan, fasıqdan, nifaqdan, her qandaq bir günah ma'siyatdan poklasın. Pak holatda do'zaxga kirmay jannatga kirishlar qatoridan bo'g'ilnisib qo'ysin va do'zaxga kirmay jannatga kiradigan ixlosmand, solih, as-sabiqunal muqarrabun do'zaxga kirmay la jannat kiradigan birinderlik as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun bo'lgan mu'minlardan bo'g'ilnisib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.